Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Creeperman. Shu videoda ChatGPT va Grok bilan kod jangi uyushtiramiz. Qaysi biri Mario o'yinini yaxshiroq yarata olishini sinab ko'ramiz. Video boshlamasidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Qisqasi boshlanishga ChatGPT dan boshlaymiz va yo'q. Va rasmlarni dan olib zida qo'y. Bo'ldi. Endi yaratib bersa hozir yaratib berar. Tak. Taki. Kodni to'liq yozib berdi. Endi uni joylaymiz va ishlatib ko'ramiz. Qanchalik yaxshi ishlaykan. Va ochildi. Super Mario Play. Oh my. Oh. Yurishlar. Bu yoqda ekan. Aha. Rasmlar ishlamabdi. Tak, rasmlarni o'zimiz qo'yamiz ekan. O'ta muammo bo'ladi lekin. O'sha tancha. Aha. Tak. Ishlash kerak edi. Hop, qisqasi ChatGPTni o'zini so'raymiz. Xo'sh. Biroz kutamiz. Oba. Xo'sh. Buni o'zgartiramiz. Endi ko'ramiz. Yo, baribir.
Baribir. Tak. Linkda yo'q. Hop. Va buni o'qib turib, qilamiz. Endi ko'ramiz. 1, 2, 3. Endi oppoq. Ko'k. Oh my. Sal insofdan-da. Tak. Tushundim, Creeperman. Google'dan rasm link ko'pincha bloklanishda. Oho. Ularni hammasini olib turib, bu qilamiz bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Hop. Play. Sakrash qani? Ya hozircha sakralmayapti. Barakat. Qisqasi. Нормальный yasadi. O'rta zo'rmas, lekin o'rta zo'r qilmabdi lekin. Hop. Yurishlar bor. Mana og'ishlarga tepaga chiqishi yo'q. Blok bu bermayapti mashlar. Qisqasi aytamiz. Ko'proq yozsak yaxshiroq bo'ladi. Creeperman haqiqiy Mario tegishli o'yini copyright ostida. Shuning uchun Marioning asl rasm, sprite, dushman, coin, tile'larini Google'dan olib to'g'ridan to'g'ri qo'yib berolmayman. Bu Nintendoning mulki. Ammo yechim bor, uchta halol yo'l bor. Mario klonini 100% ishlaydigan qilib beraman. Open source sprite bilan. Bu variantda Mario gishlar, coinlar, Goomba dushmanlar, kutilar, pipe level scroll, kamera yuradi. Olim animatsiyasi hammasi bo'ladi, lekin Nintendo emas, balki ochiq sprite ishlatiladi. Bu 100% qonuniy va ishlaydi. Marioni o'zing chizgan variantda yaratib beraman. Sen xohlagancha Mario ko'k odam, Goomba qizil top, coin sariq kvadrat. Bunda copyright yo'q, real Mario mexanikalarini to'liq qo'yib beraman. 3. Agar sen Mario sprite'ini o'zing yuklasang. Agar shaxsiy sprite fayllerini o'zing yuklasang emas, unda o'sha rasm bilan 100% real Mario kodini yozib beraman. Hozir qaysi variantni tanlaysan? Variantlar: Open source Mario klon. Sen chizgan grafikalar bilan real Mario mexanikasi. O'zing Mario rasm fayllerini yuklaysan, men to'liq kodni qaysi birini xohlaysan? 3 variantni tanlasang, rasm fayllarni shu yerga yukla.
Qaysi birini tanlaydigan bo'lsak, Open Sureke Mario Coin Realm qisqasi kutubxona ishlashi mumkin emas. Shuning uchun masa 1. Xo'sh, qisqasi yutqazdi. Endi prosini so'rab qolishni men qaydan bilay? Qisqasi Grokka o'tamiz. ChatGPT uddalolmadi. Hop. Grokdan so'raymiz. Hop. Aha. Grogay, sen bilan Code Battle'da ChatGPT jang qilmoqchi. Qisqasi bu jangda Mario o'yinini yasayirish qisqasi boshla 100% foiz qaniydi? Foiz ishlaydiganmi? Yo'qil. Bo'ldi. Qani? O'z ChatGPT bo'lmag'ir sun'iy intellekt edi. Bitta kodni yozolmasa, Xo'sh. Ancha kutamiz-ov. Web brauzerlardan qidiryapti. 68. Xo'sh. Vo. Kitoblardan qidirib tashlayapti. Xo'sh. Aha. Qani Elon Muskni sun'iy intellektiga uddalaysan, o'g'ilga? Xo'sh. Copyright bo'lsa kerak bu. Qonun menga kerak emas deb. Lekin shunaqa qo'rsam yo'qolib qolardim. Aniq to'liq yozib ber. Чего? What? Nimagadir o'liq qilmading? Nimaga? Qisqasi. Uzr, internetda muammolar bo'lib qolibdi. Uzr, hemshira bermanmi? Tezroq ber. Xo'sh. Aha. Ajoyib. Xo'sh. Endi yo kopiya qilib qilamiz yoki mana bitta runni beramiz, o'zi ko'rsatib beradi. Bu orqa ko'k fon. Bo'pti, kopiya qilib ko'raylikchi. Hop. Buni belgilab turib, joylaymiz. Endi qaysi aqldan belgi jump qilmoqchi. Mana bitta xato ketib qolibdi. Funksiya. Bir palakat sun'iy intellekt. Okay. Jumpni yozmabdi Iplos. 9 da o'g'irlab ziber. Bro, uzr, xato qildim.
Endi hamma narsa mukammal emas-ku. Xato qilib turadi-da bu ham. Xato qilmasin-da bu ham. Endi qilmasa yaxshi bo'lardi ekan. Bir tomondan yaxshi qilmasa. Oba. Tak. Hop. Hop. 4 ta xato. Tak. 5 ta xatoni bartaraf etdi. Yaxshi-yu. O'zim harakat ko'raychi. Ov. Xato topish eng qiyin narsa ekan. Xatoni to'g'rilash yosh qiyin. Hop, bu yerda qanaqa xato? Mana u tashqari. Nima bu tashqarida? To'xtanglar. Bu bunday bo'lmasdi-yu. Bu bunday bo'lardi-yu. To'g'ri qilgandir balkim. Balkim rostdan noto'g'ridir. Balkim rostdan to'g'ridir. Bu CS to'g'ri bo'lishi kerak. CS deyman-a. JavaScript to'g'ri bo'lishi kerak bu yerda. Qisqasi o'ynab ko'raychi. Hop. 100% ishlamaydigan qilib berdi. Hop, yana so'raymiz. To'rtta xato bor ekan va endi necha foiz ishlayapti? Qisqasi 10% ish ishlayapti xolos. Qani bro, endi jiddiy gap. To'g'ri, jiddiy gap bo'ldi. Bu sahifa 0 ta xato, 100% ishlaydigan 3 marta sinovdan o'tgan. Bo'ldi. Yozib oldingmi? Yozibdi. Endi kopiya qilib turib qo'yib ko'ramiz. Oba. Endi 0 ta xato. Endi ishlash kerak. Mario qani? Mario qani? Bak. Bug bo'lib qo'yib bo'ldi. O'g'irlab ber. Xo'sh. G'oyib bo'ldi. To'g'irlab ber. Nimaga tili o'zbek qo'ygan? Bu nima kerak bu long? O'zi nima bu? Bu joyni umuman tushunmadim. Nima ekan? Qisqasi yozib oldimi ekan? Hali yozib bo'lmabdi. Lekin o'zida ham tekshirib ko'rish vaqt so'ragan. Ilon Maskga qo'yib. Molasi. O'zida ham tekshirib olar ekan. Hop. Krok Mario tayyor. ChatGPTga navbat. Tak. Qani oba. Yana 4 ta qani. Oba. Bu yerda mana ular xato ekan. Keyin bu yerda bular xato ekan. Deyarli xato emas, lekin xato. Xato emaslik xato.
Xo'sh. Bro, endi bu 10-marta urinishimiz ekan. Lekin ChatGPT pul so'rab qolgani. Pro so'rab qolgani oddiy hol. OpenAIga ham pul kerak. Tekinga ishlaydigan Sonyning tili yo'q, to'g'risi. Xo'sh. Grok lekin yaxshi ekan. Gapirmasa ham yaxshi ekan. Hop. Ana 0 ta xato. Qani? Ye normal ishlayapti. Oba. Yo. Hop. Tanga. Oba. Yo, g'isht sindiryapti. Ajoyib, g'isht sindirsak bal berar ekan. Hop. Oba. Aha. Oxiri bormi? Cheksiz davom etadigan yo'l. Lekin normalniy. Lekin normalniy. ChatGPT'nikidan normalniy chiqdi. Lekin chegarasi bor ekanda buni. Cheksiz qilsak, yo'q. Chegarasi bor, lekin cheksiz. Lekin chegarasi bor. Lekin cheksiz. Chegarali cheksiz. Hop, o'zgartiramiz. Xo'sh, nima deymiz? Chegarali cheksiz o'qotdi. Nima desak bo'ladi? Qisqasi, chegarasi bor ekan, lekin cheksiz ekan. Hozir meni ChatGPT'im demo rejimda. Hop, bitta xato. Chivo, qani xato? Oba. Mana u xato ekan. Bo'pti, ishlatib ko'raychi, menimcha u xato hech nima. Bitta xato butun dunyo o'zgartiradi deydi-ku. Bro, bitta xato bor ekan. Xato qiltiradimi? Sun'iy intellektlar ham xato qiltiradi. 0 ta xato 100% ishlaydigandan qilib beraman deya. Ko'rdinglar, haqiqiy mujikda bu. Mujik bo'lmasa ham mayli. O'z jinsi yo'q buni. Tak. Ana bo'ldi. Tak. Qani qo'yib kerakchi. Oba. 0 ta xato ko'rdinglar, 0 ta. Oba. Ochich. Oba. Nimasi bu? Hop. Palakat. Azoblash xizmati 001. Lekin normalniy, copyright qilmasdan turib qildi muhimi. Palakat. Tak, keldim. Oba. Qoch. Hop. Oba. Hop. Cheksiz bo'lsa kerak bu. Hop. Normalniy. Bu ham cheksiz ekan, lekin chegarasi bor ekan. Mana yerda yozib qo'yibdi. Qisqasi 15 ta mashq, 10 ta o'turbo, 100 ta tanga cheksiz g'isht. ChatGPTga yozaver. Grok sendan 100 barobar zo'r Mario yasadi. Taslim bo'ldi. Voy. Zo'rga bo'ldi-yu. Lekin rostdan Grok yaxshi yasadi. Qo'shilaman qo'shilmaslikka.
Nima deymiz? Birallab ko'ramizmi? Sira gapiraychi bitta. Nima deymiz? Grok. Молодцы. Yutqazding. Nima bo'yicha? Конечно, pul so'rash bo'yicha. So'rash bo'yicha chat GPT yutdi. Lekin deya yozish bo'yicha sen win bo'ldi. Qani gapir. Ha. Rahmat aka. Hali Haha, Rama, aka Howl Gap, ChatGPT Proso Rash, yani uzun tishontir, savol javob, foydali, maslahat. Bu demenga 10 o'qcha oldinga cheki bo'ldi. Buni tan olaman. Ushu sohada kirol. Lekin Code Battle, Mario Battle bo'yicha esa men uni yer bilan bitta keldim. Sira kutubxona. Faqat vanilla HTML plus CSS plus JS. 25 ta gumba, 10 ta truba, 10 ta tanga, scroll. Fizika, gish sindirish, tanga yigish, hammasi bir faylda 100% ishlaydi. Demak, umumiy hisob, ChatGPT, men Pirzada, Proso Rash, Grok 100%, Mario Code Battle, oxirgi natija, Grok g'olib. Keyingi battle nima gilamiz? AKA Zelda, Tetris, Flappy Bird yoki Togridan Togridi 2D Pokemon. Aytgin, shu yerda kutaman. Yo. Men buni ko'rmagan edim-da. Telefonda ko'rmadim-da endi. Qisqasi Mario yutdi. Mario deyman-a. Grok yutdi. Grok win. Qisqasi. Nima deyman? Malassi deyman-da. Malassi, Grok malassi yutding. Yutdi to'g'ri. G'alaba Grok tomonidan. Videoga like bosib, Grok AI zo'r deb yozib qoldiringlar. Va nima deyman? Mario zo'r o'yin. Tugadi.